Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizga Koreyaga yana bitta vizamiz chiqdi. Aslida talabamizga magistratura uchun vizaga topshirdilar. Sankt-Peterburg, Usan'da joylashgan. Sizni tabriklayman aslida. Qaysi fakultetga topshirdingiz? Business yo'nalishi bo'yicha. Kontraktingiz nechta bo'ldi? $1200 atrofida bo'ldi. Ayniqsa 6,5 million hisobiga yil foiz chegirma bilan. O'zi siz adashmasam Samarqand shahridasiz, to'g'rimi? Nimaga Samarqandda konsalting topib, Samarqandda bo'lib topshirdingiz? Nega aynan Toshkentga keldingiz? O'zi Instagram bo'yicha tekshirib yurdim va konsaltinglarni. Undan keyin ishonchli, masalan, boshqa fillardan ham, boshqa joylardan fillarlar bo'lgani uchun, ishonchli bo'lgani uchun shu firmani tanladim. Xulosa mana yo'limiz yorug' bo'lib, vizamiz chiqdi. Ishonchli, bemalol kelib, o'sha firma bilan gaplashib, o'qishga yoki boshqa masalalar bo'yicha konsalting olib, maslahat olib kelishlarini biladi. Yana bitta tomoni bor. Biz agar Koreyaga topshirayotgan bo'lsak, biz bolalardan hatto 100 dollar boshlaymiz. Keyin qolgan summani biz bolalarimiz vizadan keyin to'lov qiladi. Qo'lga viza kirgandan keyin bizga ikkinchi qismini to'lov qiladi. Bu degani siz vizaga garantiya bilan viza orqali topshirasiz. Ya'ni siz savol bermoqchisiz, nega o'zi Koreya tanladingiz? Agar soxtaligim bor, bo'lmasa bir topshirasiz bo'ladi. Nega aynan Koreya? Koreyani yoqqan tarafi o'zimga yaqin yo'nalishlari, o'sha aynan biznes yo'nalishi bo'yicha yo'nalishi yoqdi menga. O'qish sharoitlari, o'qish, ishlash sharoitlari hammasi yoqdi. O'shaning uchun Koreyani tanladim. Agar sizlar Koreyaga topshirmoqchi bo'lsangiz, bizda bahor semestriga qabul ochilgan. Bemalol biz orqali topshirasiz. Xudo xolasa siz yaxshi biznes bo'lib, magistratura bitirib O'zbekistonga qaytasiz. Xudo xolasa nasib.